Xo'p. Toshkent shahar Yashnobod tumani 2.7 sotixli joylashgan bir kichkinagina fayzli zo'r xonadonga keldik. O'zimga ham rosa yoqdi lekin. Voy. Sharoitlarni zo'r qilib qo'yishibdi. Buni qarang. Zilon-zilonlari ham bor ekan. Daraxtlari ham bor ekan. Chiroyli-a. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Endi bitta xonalarni ko'rib chiqamiz. Sanozillar bor ekan. Ikkita. Xo'p, bu yerda esa oshxona bor ekan. Oshxonaga qarang. Qanaqangi zo'r. Dam olish joyini qarang. Mazza qilib o'tirishadi. Voy, bir piyola choy ichib kechasi televizorlarni ko'rib, oh. Cha mazza. Hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Ana endi zalni ko'ramiz. Hop, mana mehmonxona. Juda ham chiroyli. Qani? Yana bitta mehmonxona. Bu yangi qurilgan ekan, hali remontlari. Почти bitibdi уже. Deyarli bitgan. Mazza qilib yashashyapti. Chiroyli. Konteynerlar qo'yilgan. Baraka topsin. Mana bu endi yotoqxona qismi. Mana yotoqxonasi. Kimga yoqqan bo'lsa, egalarining raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Uyimiz srochniy sotuvda. Hozir yana bir tashqaridan ko'rsataman.